o'zi ya. Biza tayyor hurmatli boshlovchi. Zo'rmi? Jamoa birinchi raundga o'tamiz. Ijduvondan kelgan savol o'qiyman. 1, 2, 3. Dan keyin qaysi raqam keladi? Stop! Mana do'staki nech kelsa bilmaysizmi? Nech bo'ladi? Yo'q, men 3 dan keyin pastgani uxlaganda o'shani bilmayman. Qarang, 1, 2, 3, 4 tushuntirib, birinchi do'staki nech kelsa bilmaysizmi? Menimcha men yondash o'tibdim. Bu mantiqiy savolda. 1, 2, 3 jonimda qolmadi kuch deydi-ku. Javob Munisa Rizayeva. Biza tayyor hurmatli tayyor biza. Xo'sh, javob tayyormi? Munisa Rizayeva. Bundaymi? Bu miyalarni ishlatmay oxirga yig'ib nima qilmoqchilar? Tur javobi, tur. Aytdimmi masallaga? Nima aytdingiz? Do'staki uxlab qolishni aytdingizmi? Shunaqa variant keluvdi men o'sha. Mana keyingi savolga qattiqroq to'lanamiz. Qara. Sho'rgan. Kogon o'qiyim keladi. Savol. Alif barini hamma bilasanmi? Alifboda birinchi harf nima? Ha, tupik lekin, tupik. Buna qiyin savollar beryapti boshlovchi. Nima bilish mumkin? Tupik emasmi, tupik? Harf deyapti, son demayapti. Uylangan. Qe emasmi dedi? Qe son-ku. Ha. Men qaranglar taktika bu. Buni qaranglar uxlab qolibdi bu. Sadulla to'nka yuboramiz, xato javob bersa ham bu aybdor. Javobimiz tayyor, Sadulla javob beradi. Sadulla. Va nihoyat to'g'ri. Qaysi? Qaysi? Shofirkon oling. Va nihoyat. Zakovat sumkachasi keltirilsin. O'zim olib kelaman. Mana olib keldim. Bu sumkaning ichida telefon bor. Hozir telefon bilan sizlarni tanishtiraman. Bu telefonning batareyasi 8300 amper. 3 kungacha yetadi. Agar ishlatmasang butun umr yetadi. Ekranlari suvdan, changdan himoyalangan. 2,5 metrdan tashib yotsang ham sinmaydi. PUBG, to'dim hech narsaga qotmaydi. Barmoqlaring qotishi mumkin. Qisqasi bu telefon qaysi telefon? Javob tayyor. Javob Honor X9D. Yangi avlod texnikasi. Buni qarang. Siz aytgan narsalarning hammasi aynan mana shu telefonga tegishli. Kamerachasini qarang. To'g'rimi? To'g'ri. Honor X9D hayotingizda siz bilan birga